Alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Men bir narsa haqida gapirmoqchiman-da. Korоче bori, men shunchaki bir oddiy, xolis, chetkadan kuzatib turgan bir ayol sifatida, bir kuzatuvchi sifatida gapirmoqchiman-da. Anchadan beri kuzatib kelaman Jasminda. Jasmin Transit deb nom chiqargan Jasminni kuzatib kelaman. 2018-yildan beri kuzatib kelaman. Birinchi marta ko'rganman YouTube'da, keyin Bigo Live'da kuzatganman. Uncha paytlar Instagramlarda bo'yicha unaqa emasdim. Bigo Live'da kuzatganman, kuzatib kelganman. Butun tarixini o'qib chiqqan, eshitib chiqqanman YouTube'da. Kim nima deydi, nima qiladi, men hayron qolaman-da. Odamlarga hayron qolaman-da. Odamlarga yordam berib turgan insonni, kim bo'ladi u? Kim bo'lishidan qat'iy nazar, u transmi, u erkakmi, u ayolmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar insonlarga yordam berib turibdi. Yaxshilik yo'lida yordam berib turganda nima qilar ekan boshqa odamlar gapirib. Nimaga biz odamlarimiz shunaqa ekan deb hayron qolaman-da. Sabinaga yordam berdi. Boyagi mashinada anaqa bo'lgan qizga otadan klipida tushgan qizga Sabinaga yordam berdi, unda gapirishdi. Kokoshga yordam berdi, unda gapirishdi. Mayli, uzoqqa bormaymiz. Avvalgi holatlarga bormaymiz. Avvalgi kimlarga yordam bergan, yaqin kunlarda bo'lgan narsalar. Mana endi hozir insonlarga yordam tariqasida mana kosmetika tomonidan yordam beryapti, nat plus shularni chiqaryapti-da. Yordam beryapti. Endi yordam tariqasida mana kosmetika tomonidan yordam beryapti, nat plus shularni chiqaryapti-da. Yordam beryapti. Endi shularni ham gapirishyapti. Mayli, ayol kosmetikachilar gapiryapti ekan, xo'p, mayli endi. Boyagi Abror Muxtor. Men Abror Muxtor doim Jasmindan eshitib bilaman, bir ko'raman, hech qachon o'zini kuzatmaganman, ko'rmaganman, faqat Jasmindan eshitganman. Abror Muxtor gapiradimi? Hayron qolaman, erkaklar gapiradi, ayollar gapiradi, nima uchun gapiradi? Haqiqatan o'tgan safar storiesda ham gapirdi Jasmin. Senlar hali kimga yordam qilib qo'ysalar, men qilgan ishni haqiqatan yarimni qilmagan, shu gapirib chiqqanlar. Yarimini ham qilmagan hattoki. Nimaga gapirar ekan deyman-da. Masalan, hozir eshitib turibmiz, o'sha Natplusdan qancha insonlar rezultat ko'ryapti. Masalan, meni ham qurbim yetganda edi, hozir imkoniyatim bo'lganda edi. Masalan, onam yurolmaydilar, oyoqlari og'riydi. O'shalarga ham juda yaxshi bo'ladi degan uchun onkologik operatsiya bo'lgan onam. Qurbim yetganda men hozir o'shani onamga olib berardim. Shuncha o'q berib anaqalari bilan, nima deydim? Nimaga davo, nima qiladi, hammasini mana ruscha, o'zbekchalab qo'yib turib, odamlar o'qib turibdi-yu, yana qimirlab ko'g'lashlariga nechi hayron qolaman-da. 2018-yildan beri kuzatgan bo'lsam, homilador qizga yordam berganlar o'zim bilaman, onasi bilan ko'chalarda qolib ketgan namanganlik ona bolaga yordam berganlar. Ular hammasini men o'zim ko'rib kuzatib turganman, yillar davomida kuzataman-da. Men atrofimdagilar aytadi, nima qilasan? O'zim ko'rib kuzatib turganman, yillar davomida kuzataman-da. Men atrofimdagilar aytadi, nima qilasan? Trans kuzatib yoki nima foydasi bor? Yaqinda bir qarindosh opam ham gapiryaptilar-da, anaqa besh ketmadim, unaqa edi dedilar. Yo'q, Jasmin haqiqatni gapiradi. Bitta misol. Masalan, Munis bilan ancha yillar oldin sal kelishmovchilik bo'lgan. Hozir yaxshi. Nima uchun deb o'ylaysiz? Chunki Munisa Zayeva hozir mana shunaqa yordam kerak paytida odamlarga yordam beryaptimi? Demak, Jasmin o'shanga haq deb biladi. Avvalgi o'tib ketgan narsalar gapirmaydi. Masalan, Ozoda Nursaidovani Ozoda opa dedilar, Sabinaga yordam berdi, boshqa qildimi? Nohaqlik joyida, agar nohaq ish qilayotgan bo'lsa, Ozoda opa nohaq ish qilyapti deb ayta oladi. Hech kim ayta olmaydi hozirgi zamonda, bilasizmi? Kerak desa o'zimiz ham ayta olmaymiz. Mana xato qilgan bo'lsa, "Voy, xato qilyapsan ekan" deya olmaymiz. O'sha katta odam bo'lsa, boshqa bo'lsa, pastdan yana paxta qo'yamiz, lekin xato qilyapti ekan deb ayta olmaymiz. Jasmin aytadi. Haqiqatni gapirgani uchun, haqiqat go'y bo'lgani uchun atrofdagi insonlar titraydi. Mayli, meni bu gap so'zlarim hech kim eshitmas. Bitta inson eshitadi. Meni kuzatuvchilarim ham ko'p emas. Chunki men aytaman, men bloger emasman, men taniqli inson emasman. Men oddiy bir kuzatuvchi ayolman. Lekin kuzataman. Lekin haqiqatga kelganda shuni aytmoqchiman. Haqiqatdan ham mana men shuncha paytigacha Sabina davrida ham bir shuni jahlim chiqib ketgan odamlarning gap so'ziga har doim harakat qilib yordam berib, aybsiz aybdor bo'lib qoladi Jasmin. Har doim aybsiz aybdor bo'lib qoladi. O'sha uchun kuzatib kelamanda hozir mana Nat Plusda shunchalar odamlarga yordam bergan, internetda o'zim tiklab o'qib chiqdim. Onamga aytdim, "Onajon, sizga juda ham yaxshi ekanda, mana shu narsa agar qurbim yetganda jon deb olib berardim sizga shuni" dedim. Chunki yurolmayaptilar onam, onkologический, bo'qoq qisadi. Xullas, agar jon deb olib berardim onajon deb aytdim. Shu narsalarni bilib turibman, nima qiladi? Chetdagi insonlar mana shunaqa kovlab. Iltimos, kimdir eshitsa ham tarqatinglarchi. Lekin bunaqa gap so'z qilish kim bo'lishidan qat'iy nazar, mayli u trans bo'lsin, nima bo'lsa, boshqa davlatdan turib o'zimiz o'zbeklarimizga deb yordam berib turganda nima keragi bor? Unaqa gap so'z. Nima keragi bor? Hayron qolaman bor. Xullas kalom, men fikrim shu. Qo'yinglar, aybsiz aybdor bo'lib yurmasin hech kim. Har kim o'zini bilsin. Har bir narsa Allohning izni bilan bo'ladi. Daraxtdagi barg ham Xudoning xohishisiz tushmaydi yerga. Birovning qo'liga igna kirsa, birovning joni olsa, bu Allohning xohishisiz bo'lmaydi. Demak, Jasmin shu narsani qilyaptim, Allohning xohishi bilan. U xato qilayotgan bo'lsa ham o'zi tortadi, xato qilmayotgan bo'lsa ham o'zi tortadi. Biz bandasi kimnidir muhokama qilishga haqqimiz yo'q.